Assalomu alaykum. Aziz tomoshabinlar va qadrli nafaqaxo'rlar. Bugungi videomiz sizning moliyaviy ahvolingizni sezilarli darajada yaxshilashi mumkin bo'lgan juda muhim ma'lumotni ochib beradi. Diqqat. Bu sizning nafaqangizga qo'shimcha to'lov olish imkoniyatini ochib beradi. Bu haqda ko'pchilik bilmaydi. Ba'zi hollarda esa sizdan qandaydir sabablarga ko'ra yashiriladi. Bu ma'lumot har bir nafaqaxo'r uchun hayotiy ahamiyatga ega. Shuning uchun videoni oxirigacha diqqat bilan tomosha qiling. Agar siz hali kanalimizga obuna bo'lmagan bo'lsangiz, hoziroq obuna bo'ling va ushbu videoga like bosing. Bu bizga ko'proq odamlarga yordam berishimizga yordam beradi. Muammoning mohiyati oldin qanday edi? Hozir nimalar o'zgardi? Aziz do'stlar, pensiya tizimi doimiy ravishda o'zgarib turadi. Oldinlari nafaqa tayinlash va qayta hisoblash jarayonlari ancha sodda. Ammo shu bilan birga kamroq shaffof edi. Ko'pincha nafaqaxo'rlar o'zlariga tegishli bo'lgan barcha imtiyozlar va qo'shimcha to'lovlar haqida to'liq ma'lumotga ega bo'lmay qolishardi. Ko'plab odamlar, ayniqsa keksa avlod vakillari, faqatgina pensiya jamg'armasi xodimlari bergan ma'lumotlarga tayanib, o'z huquqlarini to'liq anglamasdan nafaqaga chiqishardi. Ish haqi to'g'risidagi hujjatlarni to'plash qiyin bo'lgan davrlar ham bor edi. Va bu ko'pchilikning nafaqasi haqiqatdan ham kamayishiga sabab bo'lardi. Hozirgi kunda vaziyat biroz o'zgargan, qonunchilik takomillashmoqda, elektron tizimlar joriy etilmoqda. Ammo shunga qaramay, ma'lumotlarning to'liq yetib bormasligi yoki tushunarsiz tarzda taqdim etilishi kabi muammolar hali ham mavjud. Pensiya qonunchiligida nafaqaxo'rlarning ayrim toifalariga turli xil qo'shimcha to'lovlar va imtiyozlar nazarda tutilgan. Ayniqsa bir turdagi qo'shimcha to'lov mavjudki, u haqida ko'pchilik bexabar. Bu nafaqaxo'rning qaramog'ida bo'lgan shaxslar uchun nafaqaga qo'shiladigan ustama haqida. Ya'ni agar siz nafaqaxo'r bo'lsangiz va sizning qaramog'ingizda yoki boquvingizda kimdir bo'lsa, siz nafaqangizga qo'shimcha mablag' olish huquqiga egasiz. Bu haqda sizga kimdir aytishi shart emas. Buni o'zingiz bilishingiz va unga ariza berishingiz kerak. Ko'p hollarda pensiya jamg'armasi ushbu ma'lumotni avtomatik tarzda to'plash va qo'shimcha to'lovni tayinlash imkoniyatiga ega bo'lmaydi. Chunki bu shaxsiy vaziyatlar bo'lib, ular haqida faqat siz ma'lumot bera olasiz. Asosiy qism nafaqaxo'r qaramog'idagi shaxslar uchun qo'shimcha to'lov endi eng muhim qismga o'tamiz. Bu qo'shimcha to'lov nafaqa oluvchining qaramog'ida bo'lgan mehnatga layoqatsiz oila a'zolari mavjud bo'lganda beriladi. Bu nima degani? Bu degani, agar siz nafaqaxo'r bo'lsangiz va sizning farzandlaringiz, nabiralaringiz, boshqa qarindoshlaringiz, hatto ota-onangiz bo'lib, ular mehnatga layoqatsiz bo'lsa va sizning to'liq moddiy ta'minotingizda bo'lsa, sizning nafaqangizga ma'lum bir miqdorda ustama qo'shiladi. Bu shunchaki kichik mablag' emas, balki sizning oylik daromadingizga sezilarli ta'sir qiladigan yordamdir. Kimlar bunga e'tibor berishi kerak? Agar siz mehnat qilmaydigan nafaqaxo'r bo'lsangiz va quyidagi shaxslar sizning qaramog'ingizda bo'lsa, bu ma'lumot siz uchun juda muhim. Voyaga yetmagan bolalar, bu nafaqaxo'rning o'z farzandlari, asrab olingan bolalar yoki hatto vasiylik qilinayotgan nabiralar bo'lishi mumkin. Ya'ni 12 yoshga to'lmagan har qanday shaxs. 2. Asterisk kunduzgi bo'limda o'qiydigan talabalar. Agar sizning qaramog'ingizda oliy ta'lim muassasasida, kollej yoki texnikumda kunduzgi bo'limda o'qiydigan 23 yoshgacha bo'lgan farzandingiz yoki nabirangiz bo'lsa. 3. Nogiron oila a'zolari. Agar sizning turmush o'rtog'ingiz, ota-onangiz yoki boshqa yaqin qarindoshlaringiz nogiron bo'lsa va sizning to'liq moddiy ta'minotingizda bo'lsa, bu shaxslar o'z navbatida boshqa nafaqa yoki ijtimoiy to'lov olmasligi kerak. Keksa ota-onalar. Agar sizning ota-onangiz ham nafaqaxo'r bo'lib, ular sizning to'liq moddiy ta'minotingizda yashasa va ularning o'z nafaqasi tirikchilik uchun yetarli bo'lmasa, bu holatda ularning daromadlari va sizning ularni boqish holatingiz inobatga olinadi. Kimlar uchun bu muhim emas? Agar siz ishlayotgan nafaqaxo'r bo'lsangiz yoki sizning qaramog'ingizda mehnatga layoqatsiz shaxslar bo'lmasa, bu qo'shimcha to'lov sizga taalluqli emas. Ishlaydigan nafaqaxo'rlarga odatda bunday turdagi qo'shimcha to'lovlar berilmaydi. Chunki ular mehnat faoliyati orqali daromad olib boradi. Keling, bir nechta aniq misollarni ko'rib chiqaylik. Bu misollar sizning vaziyatingizni yaxshiroq tushunishga yordam beradi. Misol 1. Voyaga yetmagan nabirasini boqayotgan Maryam opa 65 yoshda u nafaqada. 2 yil oldin uning opasining oilasi fojiali holatda vafot etdi va u 10 yoshli nabirasi Saidani o'z qaramog'iga oldi. Maryam opa pensiya jamg'armasiga faqat o'z nafaqasini tayinlash uchun murojaat qilgan va nabirasining qaramog'ida
ekanligi haqida ma'lumot bermagan, chunki u bunday ustama borligini bilmasdi. Pensiya jamg'armasi ham avtomatik tarzda bu ma'lumotni qidirib topmaydi. Agar Maryam opa o'z vaqtida murojaat qilganida, u har oy nafaqaga qo'shimcha ravishda nafaqa hisoblash bazaviy miqdorining 33 miqdorida, masalan. Bugungi kunda bu bo'yin 1000 so'mdan ortiqroq bo'ladi, qo'shimcha to'lov olgan bo'lar edi. 2 yil davomida u sezilarli miqdordagi mablag' bo'y bergan. Saidaga burun bekes yosh to'lgunicha u bu pulni olishi mumkin edi. Bu pul Saidaning ta'limi, kiyimi va boshqa ehtiyojlar uchun juda oz qotgan bo'lar edi. Maryam opa bilmagani uchun o'z huquqidan foydalana olmagan. Misol 2, kunduzgi bo'limda o'qiydigan o'g'lini ta'minlayotgan Ahmad aka 7 yoshda. U ham nafaqaxo'r. Uning 20 yoshli o'g'li Sarvar davlat universitetining kunduzgi bo'limida to'lov kontrakt asosida o'qiydi. Sarvarning o'z daromadi yo'q, u to'liq otasining qaramog'ida. Ahmad aka o'g'li uchun ham qo'shimcha nafaqa olishi mumkinligini bilmasdi. Uning o'g'li 23 yoshga to'lgunga qadar yoki o'qishini tugatmagunicha qaysi biri avval sodir bo'lsa, Ahmad aka nafaqaga qo'shimcha to'lov olishi mumkin edi. Bu ham bazaviy miqdorning 33%ni tashkil qiladi. O'qish xarajatlari qimmatlashayotgan bir paytda bu qo'shimcha to'lov oilaning moliyaviy yukini ancha yengillashtirgan bo'lar edi. Ahmad aka ham bu huquqidan bexabar qolgani uchun o'z oilasiga yordam berish imkoniyatini boy bermoqda. Misol o'tu, nogiron turmush o'rtog'ini boqayotgan Gulnora aya 7 yoshda. Uning turmush o'rtog'i Qosim aka bir guruh nogironi. Qosim aka ham o'z nogironlik nafaqasini oladi. Biroq Gulnora aya agar turmush o'rtog'i uning to'liq qaramog'ida bo'lsa va uning o'z nafaqasi tirikchilik uchun yetarli bo'lmasa, qo'shimcha to'lov olishi mumkin edi. Bu yerda asosiy e'tibor to'liq qaramog'ida bo'lish tushunchasiga qaratiladi. Ya'ni agar Qosim akaning nafaqasi uning o'zini ta'minlashga yetarli bo'lmasa va Gulnora aya uni to'liq boqayotgan bo'lsa, u ham ushbu ustamaga haqli. Bu holatda Gulnora aya to'lov olishi uchun Qosim akaning daromadlari va unga bo'lgan qaramog'ining isboti talab qilinadi. Bu kabi holatlar juda ko'p uchraydi, ammo nafaqaxo'rlar tafsilotlarni bilmagani uchun o'z huquqlaridan foydalana olmaydilar. Qo'shimcha to'lovning miqdori qonunchilikka ko'ra har bir mehnatga layoqatsiz oila a'zosi uchun nafaqa bazaviy hisoblash miqdorining 33 miqdorida qo'shimcha to'lov belgilanadi. Demak, agar sizning qaramog'ingizda ikkita shaxs bo'lsa, siz 2 barobar ko'proq, ya'ni 6 miqdorida ustama olasiz. Bu juda katta farq, ayniqsa hozirgi qimmatlik sharoitida. Asosiy qism 2, istisnolar, muammoli iyatlar va oshkor bo'lmagan nozikliklar bu qo'shimcha to'lovni olish imkoniyati mavjud bo'lsa-da, ba'zi istisnolar va muammoli jihatlar borligini bilishingiz kerak. Pensiya tizimi murakkab va unda ko'plab nozikliklar mavjud. 1. Qaramog'dagi shaxsning o'z daromadi yoki nafaqasi bo'lsa, bu juda muhim istisno. Agar sizning qaramog'ingizdagi shaxs, masalan farzandingiz, turmush o'rtog'ingiz o'zi ham nafaqa olsa yoki doimiy ish haqi, stipendiya kabi boshqa daromad manbaiga ega bo'lsa, u sizning qaramog'ingizdagi shaxs sifatida tan olinmasligi mumkin. Misol uchun, agar farzandingiz kunduzgi bo'limda o'qisa-yu, lekin ayni paytda ishlasa va belgilangan minimal ish haqidan yuqori daromad topsa, u sizning qaramog'ingizda deb hisoblanmasligi mumkin. Bu yerda har bir holat alohida ko'rib chiqiladi. Qo'yida shuki, agar ularning daromadi ularning tirikchiligini ta'minlashga yetarli bo'lmasa, ular qaramog'ingizda hisoblanishi mumkin. 2. Ishlayotgan nafaqaxo'rlar. Yuqorida aytib o'tganimizdek, agar nafaqaxo'rning o'zi ishlayotgan bo'lsa, unga bu turdagi qo'shimcha to'lov tayinlanmaydi. Bu qoidaning maqsadi mehnat faoliyati bilan shug'ullanmaydigan, faqat nafaqa hisobiga yashaydigan nafaqaxo'rlarni qo'llab-quvvatlashdir. Agar siz nafaqada bo'lib, rasmiy ravishda ishlasangiz, siz ushbu imtiyozga ega emassiz. Agar siz norasmiy ishlarga jalb qilingan bo'lsangiz, bu boshqa masala. Chunki pensiya jamg'armasi sizning norasmiy daromadingiz haqida ma'lumotga ega bo'lmaydi. 3. Astirish hujjatlarini isbotlashning murakkabligi, qaramog'ida bo'lish holati isbotlash ko'pincha eng katta qiyinchiliklardan biri hisoblanadi. Siz nafaqat oilaviy aloqalarni tasdiqlovchi hujjatlarni, tug'ilganlik haqidagi guvohnoma, nikoh guvohnomasi kabi, balki qaramog'ingizdagi shaxsning daromadlari yo'qligini yoki minimal ekanligini, uning mehnatga layoqatsizligini, nogironlik guvohnomasi, tibbiy xulosa va sizning moddiy yordamingizga muhtojligini tasdiqlovchi hujjatlarni ham taqdim etishingiz kerak. Ba'zi hollarda birga yashash fakti haqidagi ma'lumotnoma mahalla fuqarolar yig'inidan ham talab qilinishi mumkin.
Pensiya jamg'armasi xodimlari sizdan qaramog'ingizdagi shaxsning tirikchilik uchun boshqa manbalari yo'qligini tasdiqlovchi hujjatlarni talab qilishlari mumkin. Bu jarayon biroz bürokratik tus olishi mumkin. Shuning uchun sabrli bo'lishingiz kerak. 4.60 uchun to'lovlar, retroaktiv to'lovlar. Bu juda muhim nozik jihat. Ko'pchilik men bu haqda oldin bilmagan ekanman. Endi o'tgan yillar uchun ham olsam bo'ladimi deb so'raydi. Aksariyat hollarda pensiya jamg'armasi qo'shimcha to'lovni siz murojaat qilgan kundan boshlab hisoblab beradi. O'tgan davrlar uchun pulni qaytarib olish juda qiyin. Ba'zida esa umuman imkonsizdir. Faqatgina pensiya jamg'armasining xatosi tufayli sizga to'lanmagan bo'lsa, unda 12 oygacha bo'lgan muddat uchun qayta hisoblash amalga oshirilishi mumkin. Shuning uchun bu ma'lumotni bilishingiz bilan darhol harakat qilishingiz kerak. Har bir kechiktirilgan kun sizning moliyaviy yo'qotishingizga olib keladi. 5. Ashq sharoitlarning o'zgarishi. Agar siz qo'shimcha to'lov olgan bo'lsangiz va keyinchalik qaramog'ingizdagi shaxsning holati o'zgarsa, masalan, farzandingiz 12 yoshga to'lsa, o'qishni tugatsa, ishga kirsa, nogironlik holati o'zgarsa, siz bu haqda pensiya jamg'armasiga xabar berishingiz shart. Aks holda ortiqcha to'langan mablag'ni qaytarishingizga to'g'ri keladi. Bu qonun bo'yicha sizning majburiyatingizdir. 6. Qonunchilikdagi o'zgarishlar. Pensiya qonunchiligi vaqti bilan o'zgarishi mumkin. Bugungi kunda amalda bo'lgan qoidalar ertaga o'zgarishi mumkin. Shuning uchun doimiy ravishda yangiliklarni kuzatib borish va kerak bo'lsa, pensiya jamg'armasi mutaxassislari bilan maslahatlashib turish tavsiya etiladi. Amaliy maslahat siz nima qilishingiz kerak? Endi eng muhim qismga keldik, aniq harakatlar rejasi. Siz shunchaki ma'lumotga ega bo'lmaysiz, balki uni amalda qo'llashni ham bilib olasiz. Birinchi qadam, o'zingizning muvofiqligingizni tekshiring. Videoda yuqorida aytib o'tilgan mezonlarga asoslanib, o'zingizning oilaviy vaziyatingizni qayta baholang. Sizning qaramog'ingizda kim bor? Ular necha yoshda? Qayerda o'qiydi yoki ishlaydi? Nogironligi bormi? Ularning o'z daromadi bormi? Agar sizda biror bir shaxs qaramog'ingizda bo'lsa va yuqoridagi mezonlarga mos kelsa, keyingi qadamlarga o'ting. Har bir oila a'zosining holatini sinchkovlik bilan tahlil qiling. Bu jarayonni har bir oila a'zosi bo'yicha alohida o'tkazing. Masalan, 2 nafar voyaga yetmagan farzandingiz bo'lsa, ikkalasi uchun ham hujjatlar tayyorlashingiz kerak bo'ladi. Ikkinchi qadam, kerakli hujjatlarni to'plang. Bu eng muhim va talabchan bosqichlardan biri. Hujjatlar to'liq va to'g'ri bo'lishi kerak. Mana asosiy hujjatlar ro'yxati. Nafaqaxo'rning pasporti, asl nusxasi va nusxasi. Nafaqa guvohnomasi, asl nusxasi va nusxasi. Qaramog'idagi shaxslarning tug'ilganlik haqidagi guvohnomalari. Agar bular farzandlar yoki navralar bo'lsa, asl nusxasi va nusxasi, talabalik guvohnomasi yoki o'quv yurtidan ma'lumotnoma. Agar qaramog'ingizdagi shaxs 23 yoshgacha bo'lgan talaba bo'lsa, ma'lumotnomada talabaning kunduzgi bo'limda o'qishi, kurs raqami va o'qishning taxminiy tugash sanasi aniq ko'rsatilishi shart. Nogironlik guvohnomasi yoki tibbiy ijtimoiy ekspertiza komissiyasining xulosasi. Agar qaramog'ingizdagi shaxs nogiron bo'lsa, qaramog'idagi shaxslarning daromadlari haqida ma'lumotnoma. Agar ular hech qayerda ishlamasa yoki daromadi bo'lmasa, bu haqda turar joyingiz bo'yicha mahalla fuqarolar yig'inidan yoki tegishli tashkilotdan ma'lumotnoma olishingiz kerak bo'ladi. Bu ularning sizning moddiy ta'minotingizda ekanligini tasdiqlaydi. Birga yashash to'g'risida ma'lumotnoma. Ba'zi hollarda qaramog'ingizdagi shaxs bilan birga yashashingizni tasdiqlovchi mahalla fuqarolar yig'inidan ma'lumotnoma talab qilinishi mumkin. Nikoh yoki ajrim guvohnomasi. Agar turmush o'rtog'ingiz qaramog'ingizda bo'lsa, bu hujjat talab qilinishi mumkin. Vasiylik yoki homiylik haqidagi hujjatlar. Agar siz navralaringizga vasiylik qilayotgan bo'lsangiz, 3. qadam, pensiya jamg'armasiga murojaat qiling. Barcha hujjatlarni to'plaganingizdan so'ng turar joyingizdagi pensiya jamg'armasining bo'limiga shaxsan boring. Xodimlarga siz nafaqangizga qaramog'ingizdagi shaxslar uchun qo'shimcha to'lov tayinlashni xohlayotganingizni aniq tushuntiring. Ulardan tegishli ariza shaklini so'rab oling va uni to'g'ri to'ldiring. Barcha hujjatlaringizning nusxasini o'zingizda saqlab qoling. Asl nusxalarni faqat ko'rsatish uchun olib borasiz. Pensiya jamg'armasi nusxalarini qabul qilib oladi. Topshirgan arizangizga qabul qilingani haqida belgi, shtamp qo'ydirishni yoki qabul qilingan sanasi va ro'yxatga olish raqami ko'rsatilgan ma'lumotnoma berishlarini so'rang.
Bu kelajakda yuzaga kelishi mumkin bo'lgan muammolarni oldini olishga yordam beradi. 4. Astrolog 4-qadam. Arizada nimalarni yozish kerak? Ariza oddiy shaklda yoziladi, lekin uning mazmuni aniq bo'lishi kerak. O'zingizning to'liq ism-sharifingizni, manzil va telefon raqamingizni ko'rsating. Nafaqamni qaramog'imdagi shaxslar, farzandlarim, nabiralarim, turmush o'rtog'im, ota-onam uchun qo'shimcha to'lovni hisobga olgan holda qayta hisoblashni so'rayman deb yozing. Qaramog'ingizdagi har bir shaxsning ism-sharifini, tug'ilgan sanasini va ular sizga kim bo'lishini, farzand, nabira, turmush o'rtoq va aniq ko'rsating. Ariza berish sababini qisqacha izohlang. Masalan, farzandim maktabda o'quvchi, turmush o'rtog'im il guruh nogironi. Nabiram oliygohda kunduzgi bo'limda o'qiydi. Ariza ilova qilingan barcha hujjatlar ro'yxatini sanab o'ting. Ariza sanasini va imzoingizni qo'ying. 5-qadam. Murojaatingizni kuzatib boring. Astrolog pensiya jamg'armasi sizning arizangizni ko'rib chiqishi uchun ma'lum bir muddat belgilanadi. Odatda 10.005 ish kuni. Agar bu muddat ichida sizga javob kelmasa, ularga qo'ng'iroq qiling yoki qayta shaxsan boring. Agar arizangiz rad etilsa, rad etish sabablari yozma ravishda ko'rsatilgan rasmiy javob talab qiling. Bu, agar siz javobdan norozi bo'lsangiz, yuqori turuvchi tashkilotlarga, masalan, Adliya vazirligining ishonch telefoniga yoki sudga murojaat qilish uchun muhim asos bo'ladi. Hech qachon og'zaki rad javobiga ishonmang. Muhim maslahat, doim yozma ravishda o'z huquqlaringizni talab qiling. Og'zaki va'dalar yoki rad javoblari hech qanday yuridik kuchga ega emas. Xulosa va yakuniy chaqiruv. Aziz nafaqaxo'rlar, ko'rib turganingizdek, sizning nafaqangizga qo'shimcha to'lov olish imkoniyati mavjud bo'lib, bu haqda ko'pchilik bilmasligi mumkin. Bu ma'lumotni bilmaslik sababli minglab odamlar o'zlariga qonuniy ravishda tegishli bo'lgan pul mablag'laridan mahrum bo'lmoqdalar. Endi siz bu ma'lumotga egasiz va u sizning qo'lingizda. U sizga o'z moliyaviy ahvolingizni yaxshilash imkoniyatini beradi. Shunday ekan, o'z oilaviy sharoitingizni sinchkovlik bilan tekshiring. Zarur hujjatlarni to'plang va bugunoq pensiya jamg'armasiga murojaat qiling. Har bir kechiktirilgan kun siz uchun qo'shimcha yo'qotishdir. Bu video sizga foydali bo'ldi deb umid qilaman. Agar savollaringiz bo'lsa, ularni izohlarda yozib qoldiring. Har bir izoni o'qib chiqaman va imkon qadar javob berishga harakat qilaman. Bu videoni o'z do'stlaringiz, qarindoshlaringiz va tanishlaringiz bilan baham ko'ring, ayniqsa nafaqaxo'rlarga yetkazing. Balki ular ham bu ma'lumotdan bexabar bo'lib, ularga ham yordam berishingiz mumkin. Videoga like bosing va kanalimizga obuna bo'lishni unutmang. Keyingi videolarda yana ko'rishguncha sog' bo'ling, salomat bo'ling.